Bugun siz bilan juda muhim masalani gaplashaman. 17 avgustdan boshlab odamlar kundalik hayotida sezadigan keskin o'zgarishlar boshlanadi. Bu mavzu faqat tadbirkorlar yoki faqat pensionerlarga tegishli emas. Bu bank kartasi ishlatadigan, kommunal to'lov qiladigan, kredit olgan, davlat xizmatlaridan foydalanadigan, ish haqi oladigan, bola puli yoki nafaqa kutayotgan deyarli har bir kishiga taalluqli. Men sizga vahima tarqatish uchun emas, oldindan tayyor bo'lishingiz uchun tushuntiryapman. Chunki ko'pchilik odatda o'zgarish kuchga kirgandan keyin yugurib qoladi. Kimdir kartasi blok bo'lib qolgandan keyin, kimdir hujjatida xato chiqqandan keyin, kimdir to'lov o'tmagandan keyin muammoni biladi. Shuning uchun hoziroq diqqat bilan eshiting. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki bunday amaliy ogohlantirishlar sizga pulingizni, vaqtingizni va asabingizni tejab qoladi. Avval ko'p ishlar ancha yumshoq tartibda yurardi. Masalan, odam bank kartasidan pul o'tkazar edi. Bank faqat umumiy xavfsizlikni ko'rardi. Kommunal to'lovni kechiktirsa, ko'pincha faqat qarzdorlik yig'ilib borardi. Davlat xizmatlarida pasport ma'lumoti, manzil, telefon raqami, oilaviy holat yoki ish joyi eskicha qolib ketgan bo'lsa ham, odam bir muddat sezmasdan yuraverardi. Kredit, subsidiya, nafaqa, bola puli yoki boshqa ijtimoiy yordam bo'yicha ham ayrim ma'lumotlar keyin tekshirilardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, tizimlar bir-biri bilan ko'proq bog'lanadi, tekshiruvlar tezlashadi. Noto'g'ri yoki eskirgan ma'lumot darrov ko'rinadi. Oddiy qilib aytsam, avval ko'p narsa qog'ozda yoki kechikib aniqlangan bo'lsa, endi elektron bazalar orqali tezroq aniqlanadi. Bu nimani anglatadi? Agar sizning hujjatingizda xato bo'lsa, telefon raqamingiz bankda boshqa, davlat xizmatida boshqa, davlat xizmatida boshqa bo'lsa, kartangiz nomingizga bo'lsa-yu, undan doim boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa, kommunal to'lovlaringiz qarzdor bo'lsa, kredit bo'yicha kechikishlaringiz bo'lsa, bularning hammasi siz kutmagan vaqtda muammo chiqarishi mumkin. Men bu yerda eng katta xatoni ko'p ko'raman. Odamlar men oddiy odamman, menga tegmaydi deb o'ylaydi. Aslida o'zgarishlar aynan oddiy odamga eng ko'p ta'sir qiladi. Chunki oddiy odam har kuni karta ishlatadi, telefon raqamiga SMS oladi, bank ilovasiga kiradi, kommunal to'lov qiladi. Bolasi uchun bog'cha, maktab, poliklinika, nafaqa yoki hujjat xizmatlariga murojaat qiladi. Asosiy qism biri. Nimani bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim kamroq xavotir olsa bo'ladi? Birinchi navbatda bank kartalari va pul o'tkazmalari haqida gapiraman. Agar siz kartangizdan doimiy ravishda katta summalarni o'tkazsangiz, ayniqsa bir kunda bir nechta odamdan pul kirib, keyin boshqa kartalarga chiqib ketsa, tizim buni shubhali operatsiya sifatida ko'rishi mumkin. Masalan, bir fuqaro oyiga 3 million so'm ish haqi oladi. Lekin uning kartasiga bir haftada 20 ta odamdan jami 35 million so'm tushdi va u pul 10 ta boshqa kartaga o'tkazildi. Oldin bunga unchalik e'tibor berilmasligi mumkin edi. Endi esa bank bu savdo aylanmasimi, qarzmi, xizmat haqqimi, boshqa odam kartasidan foydalanishmi deb tekshirishi mumkin. Bu yerda men odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Agar pulingiz qonuniy bo'lsa, izoh bo'lsa, hech qanday vahima kerak emas. Lekin muammo shundaki, ko'pchilik pul o'tkazganda izoh yozmaydi. Masalan, qarz qaytarildi, ijara to'lovi, tovar uchun oila xarajati, davolanish uchun yordam deb yozish o'rniga bo'sh qoldiradi yoki kulgili so'zlar yozadi. Keyin bank savol berganda odamning o'zi ham qaysi pul nima uchun kelganini eslay olmaydi. Ikkinchi muhim yo'nalish kommunal to'lovlar. Elektr, gaz, suv chiqindi, issiqlik bo'yicha qarzdorliklar endi ko'proq elektron shaklda nazorat qilinadi. Masalan, xonadonda hisoblagich bor, lekin odam ko'rsatkichni vaqtida topshirmaydi yoki uy egasi boshqa joyda yashaydi, ijarachi esa to'lov qilmaydi. 3-4 oyda 500 ming so'm, 1 million so'm, ba'zan 2 million so'mgacha qarz yig'iladi. Oldin odam buni faqat xizmat uzilganda sezardi. Endi esa ayrim xizmatlarda qarzdorlik boshqa jarayonlarda ham ko'rinishi mumkin. Ma'lumotnoma olishda, shartnoma rasmiylashtirishda, uy-joy bo'yicha amal bajarishda yoki shaxsiy kabinetda. Uchinchi yo'nalish hujjatlar va shaxsiy ma'lumotlar. Men amaliyotda ko'p uchrataman, odamning pasporti yangilangan, lekin bankdagi ma'lumoti eski. Telefon raqami o'zgargan, lekin davlat xizmatlari portalida eski raqam turibdi. Doimiy yashash manzili boshqa, amalda yashayotgan joyi boshqa. Familiya nikohdan keyin o'zgargan. Lekin ayrim tizimlarda eski familiya qolgan. Mana shunday mayda ko'ringan narsalar 16 avgustdan keyin turli tekshiruvlarda ko'proq muammo chiqarishi mumkin. Oddiy misol, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan.
Bank kartasi yangi familiyada, lekin eski telefon raqami onasining nomida. Davlat xizmatlarida esa eski pasport ma'lumoti qolgan. U bola puli yoki subsidiya uchun murojaat qilsa, tizim ma'lumotlarini solishtiradi va mos kelmaslik chiqadi. Natijada ariza ko'rib chiqilishi cho'ziladi yoki qo'shimcha hujjat so'raladi. Odam esa nega menga rad javobi keldi deb hayron bo'ladi. 4-yo'nalish kreditlar va bo'lib to'lash shartnomalari. Agar siz bankdan kredit olgan bo'lsangiz yoki do'kondan telefon, maishiy texnika, mebelni bo'lib to'lashga olgan bo'lsangiz, to'lov jadvalingizni albatta tekshiring. Chunki bir kunlik kechikish ham kredit tarixida ko'rinishi mumkin. Masalan, siz 1 million so'mlik oylik to'lovni har oyning 15 sanasida to'lashingiz kerak. Siz esa 17 sanada to'laysiz va 2 kun nima bo'pti deb o'ylaysiz. Lekin tizim buni kechikish deb qayd qiladi. Keyin siz yana kredit olmoqchi bo'lsangiz, kredit skoringiz pasaygan bo'lishi mumkin. 5-yo'nalish ijtimoiy to'lovlar, nafaqa, moddiy yordam, bola puli. Bu yerda ham tekshiruvlar kuchayganda oilaning daromadi, mol-mulki, rasmiy ish joyi, avtomobil, ko'chmas mulk, bankdagi ayrim aylanmalar hisobga olinishi mumkin. Masalan, bir oila bola puli olish uchun murojaat qiladi. Rasmiy daromad kam. Lekin oila a'zolaridan birining nomida yaqinda qimmat avtomobil rasmiylashtirilgan yoki kartasida muntazam katta aylanmalar bor. Tizim buni ko'radi va qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu hamma avtomatik rad qilinadi degani emas. Lekin mening ahvolim og'ir degan gap hujjatlar va elektron ma'lumotlar bilan mos kelishi kerak. Kim ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, hujjatlari tartibsiz bo'lganlar. Ikkinchidan, kartasidan o'zi emas, boshqa odamlar foydalanadiganlar. Uchinchidan, doimiy pul aylanmasi bo'lsa-yu, tushuntiruvchi hujjati bo'lmaganlar. To'rtinchidan, kreditini kechiktirib yurganlar. Beshinchidan, kommunal qarzi yig'ilib qolganlar. Oltinchidan, ijarada turib, shartnoma rasmiylashtirmaganlar yoki uyini ijaraga berib, hammasini og'zaki kelishuv bilan yuritayotganlar. Kim kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar pasportingiz, bank ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, manzilingiz tartibda bo'lsa, qarzdorliklaringiz bo'lmasa, pul o'tkazmalaringiz tushunarli bo'lsa, kreditlaringiz vaqtida to'lansa, siz uchun bu o'zgarishlar katta xavf emas. Aksincha, tartibli odamlar uchun yangi tizim qulayroq bo'ladi. Chunki ko'p xizmatlar tezlashadi, navbat kamayadi, hujjat so'rash kamayadi. Endi juda muhim nozik nuqtalarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, karta sizniki bo'lsa, javobgarlik ham sizniki. Ko'pchilik akam ishlatadi. O'g'lim kartamda savdo qiladi. Tanishimga berib turgandim deydi. Lekin bank va tizimlar uchun karta egasi kim? Siz. Demak, kartaga tushgan va kartadan chiqqan pul bo'yicha savol avvalo sizga keladi. Agar tanishingiz sizning kartangiz orqali 1 million so'm aylantirsa, keyin men bilmayman deyish oson bo'lmaydi. Ikkinchi nozik jihat telefon raqami. Bugun ko'p xizmatlarda telefon raqami shaxsni tasdiqlash vositasiga aylangan. Bank ilovasiga kirish, SMS kod, davlat xizmatlari, elektron navbat, ariza holati hammasi raqamga bog'liq. Agar raqam sizning nomingizda bo'lmasa yoki eski raqamingiz boshqa odam qo'liga o'tgan bo'lsa, bu katta xavf. Masalan, siz 5 yil oldin ishlatgan raqam hozir boshqa odamda. Lekin bankdagi yoki portal ma'lumotingizda shu raqam turibdi. SMS kod o'sha odamga ketishi mumkin. Bu esa pul yo'qotish, akkauntga kirib olish yoki ariza noto'g'ri rasmiylashtirilishiga sabab bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, qarindoshlar o'rtasidagi o'tkazmalar, ota o'g'liga, aka ukasiga, er xotiniga pul o'tkazish tabiiy. Bunda vahima yo'q. Lekin katta summalarda izoh yozish foydali. Masalan, uy ta'miri uchun yordam 5 ming so'm, kontrakt to'lovi uchun qarz qaytarish kabi izohlar keyinchalik tushuntirishni osonlashtiradi. Ayniqsa muntazam aylanmalar bo'lsa, oddiy daftar yoki telefoningizda qayd yuriting. Kimdan, qachon, nima uchun pul keldi? To'rtinchi nozik jihat, ijarachilar va uy egalari. Uy egasi kommunal to'lovni ijarachiga topshirib qo'yadi. Ijarachi esa 1-2 oy to'laydi. Keyin to'lamaydi. Uy egasi buni kech biladi. Natijada qarzdorlik uy egasi nomiga chiqadi. Shuning uchun men uy egalariga alohida aytaman. Har oy shaxsiy kabinet orqali elektr, gaz, suv qarzdorligini tekshiring. Ijarachi to'ladim desa, chekni so'rang. Chek bo'lmasa, to'ladim degan gapning qiymati yo'q. 5-nozik jihat. Firibgarlar aynan shunday o'zgarishlardan foydalanadi. 16 avgustdan o'zgarish bo'ladi degan xabar tarqalishi bilan firibgarlar odamlarni qo'rqitadi. Kartangiz blok bo'lmasligi uchun kodni ayting. Davlat xizmatlari ma'lumotini yangilash uchun havolaga kiring. Qarzingiz bor, hozir to'lamasangiz jarima bo'ladi deb qo'ng'iroq qiladi.
Men mutaxassis sifatida qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang. Bank xodimi ham, davlat idorasi xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. 6 nozik jihat, hujjatdagi bitta harf ham muammo bo'lishi mumkin. Ism sharifda apostrof, lotin kiril farqi, tug'ilgan sana xatosi, pasport seriyasi noto'g'ri kiritilishi arza qaytishiga sabab bo'ladi. Masalan, O'g'loy bir joyda O'g'loy, boshqa joyda O'g'loy bo'lib turishi mumkin. Odamga bu mayda ko'rinadi. Lekin elektron tizim uchun bu boshqa yozuv. Shuning uchun hujjatlaringizni birma-bir solishtirish kerak. 7-nozik jihat, mening nomimda hech narsa yo'q deb o'ylasham xato. Ba'zan odamning nomida eski sim karta, yopilmagan bank hisob varag'i, foydalanilmayotgan karta, oldin olingan kichik kredit, eski kommunal hisob raqami qolgan bo'ladi. Ularni yopish yoki yangilash kerak. Chunki siz ishlatmayotgan hisob ham tizimda sizga tegishli bo'lib turadi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilish muddatini ko'ring. Tug'ilgan sana, ism sharif, Cheshirer, manzil to'g'ri yozilganini tekshiring. Agar pasport yangilangan bo'lsa, bankka, mobil operatorga, ish joyingizga va kerak bo'lsa davlat xizmatlari portalidagi ma'lumotlarga yangisini kiritganingizga ishonch hosil qiling. Ikkinchi qadam, telefon raqamingizni tartibga keltiring. Asosiy raqamingiz aynan o'z nomingizda bo'lsin. Bank ilovalari, davlat xizmatlari, ish joyi, soliq yoki boshqa shaxsiy kabinetlarda bir xil va faol raqam turganini tekshiring. Agar eski raqam ishlamayotgan bo'lsa, uni darhol almashtiring. Mobil operator ofisiga borib, raqam kim nomida ekanini aniqlang. Kerak bo'lsa pasport bilan qayta rasmiylashtiring. Uchinchi qadam, bank kartalaringizni ko'zdan kechiring. Qaysi banklarda kartangiz bor, qaysilari ishlatilmaydi, qaysi kartalar yo'qolgan yoki boshqa odamda turibdi, bularni aniqlang. Ishlatilmayotgan kartalarni yoptiring yoki blok qiling. Bank ilovasiga kirish parolini yangilang. SMS kod, karta raqami, amal qilish muddati va CVV kodini hech kimga bermang. Agar kartangizdan boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa, bu odatni to'xtating. 4-qadam, pul o'tkazmalariga izoh yozishni odat qiling. Agar qarz bersangiz, qarz deb yozing. Qarz qaytarildi deb yozing. Tovar sotsangiz, imkon qadar shartnoma, chek yoki yozishmani saqlang. Telegramdagi kelishuvlar, to'liq skrinshotlari, yetkazib berish ma'lumotlari ham keyin dalil bo'lishi mumkin. Ayniqsa tadbirkorlikka yaqin faoliyat qilsangiz, hammasini shaffof yuriting. 5-qadam, kommunal qarzdorliklarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni toping. Ilova yoki rasmiy saytlar orqali qarz bor yo'qligini ko'ring. Hisoblagich ko'rsatkichlari noto'g'ri bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Ariza yozganda aniq yozing. Men falonchi, falon manzildagi hisob raqam bo'yicha qarzdorlik va hisoblagich ko'rsatkichlarini qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Yoniga pasport nusxasi, uy hujjati nusxasi, oldingi to'lov cheklarini ilova qiling. 6-qadam, kreditlaringizni tekshiring. Bank ilovasida to'lov jadvalini ko'ring. Qancha asosiy qarz, qancha foiz, keyingi to'lov sanasi qachon, kechikish bormi, bularni aniqlang. Agar kechikish bo'lsa, bank bilan gaplashing, yashirinib yurmang. Ko'p odam bank qo'ng'irog'ini ko'tarmaydi, keyin muammo kattalashadi. Aksincha bankka borib, mening holatim shunday, to'lovni qayta jadval qilish imkoniyati bormi deb so'rash kerak. 7-qadam, ijtimoiy yordam oladiganlar hujjatlarini tayyorlasin. Oila tarkibi, daromad ma'lumotlari, nikoh yoki ajrim hujjati, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha hujjatlar, ishsizlik yoki ish haqi ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni oxirgi kunda qidirmang. Har bir hujjatning rasmiy olingan nusxasini telefoningizda saqlang, lekin begonalarga yubormang. 8-qadam. Agar siz ijarada tursangiz yoki uy ijaraga bersangiz, kelishuvni yozma qiling. Hech bo'lmasa oddiy shartnoma bo'lsin. Kim yashaydi, qancha to'laydi, kommunal to'lov kimning zimmasida, to'lov sanasi qachon. Bu kelajakdagi tortishuvlarni kamaytiradi. Uy egasi uchun ham, ijarachi uchun ham aniq hujjat foydali. 9-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Har qanday xabarni Telegramdagi noma'lum kanaldan emas, rasmiy idora, bank, kommunal tashkilot yoki davlat xizmatlari orqali tekshiring. Agar sizga zudlik bilan to'lang, havolaga kiring, kodni ayting degan xabar kelsa shoshilmang. Avval bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Xabardagi raqamga emas, ilovadagi yoki bank kartangiz orqasidagi rasmiy raqamga murojaat qiling. 10-qadam,
Oilangizdagi katta yoshdagilarni ogohlantiring. Firibgarlar ko'pincha pensionerlar, uy bekalari. Texnologiyani yaxshi bilmaydigan odamlarga qo'ng'iroq qiladi. Ularga oddiy qo'yda o'rgating, SMS kodni hech kimga aytmaslik, karta rasmini yubormaslik, notanish havolaga kirmaslik qo'rqitadigan qo'ng'iroq bo'lsa, avval farzandiga yoki ishonchli odamga aytish. Men tavsiya qiladigan eng oddiy ro'yxat shunday. Pasportni tekshiring, telefon raqamini yangilang, bank kartalarini tartibga keltiring, kommunal qarzni yoping, kredit jadvalini ko'ring, pul o'tkazmalarga izoh yozing, hujjatlarning elektron nusxasini tayyorlang, rasmiy manbadan tekshirmasdan hech kimga ishonmang. Mana shu qadamlar ko'pchilik muammoning oldini oladi. Xulosa qilib aytsam, 16 avgustdan boshlab keskin o'zgarishlarning asosiy mazmuni bitta. Tartib, shaffoflik va elektron tekshiruvlar kuchayadi. Kimning hujjati, to'lov kartasi ma'lumoti joyida bo'lsa, u katta muammo ko'rmaydi. Kim keyin qilaman, mayli yuraversin, hech kim tekshirmaydi deb yurgan bo'lsa, aynan o'sha odamlar qiynalishi mumkin. Men sizga bugun vahmi emas, tayyorgarlik rejasini berdim. Endi navbat sizda. Ho'zroq hujjatlaringizni, kartalaringizni, kommunal to'lovlaringizni va kreditlaringizni tekshirib chiqing. Agar biror xato topsangiz, kechiktirmasdan tegishli bankka, davlat xizmatlari markaziga, mobil operatorga yoki kommunal tashkilotga murojaat qiling. Sizningcha bu o'zgarishlar odamlar uchun qulaylik keltiradimi yoki ortiqcha muammo tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Men esa siz uchun eng muhim o'zgarishlarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.